Barchaga salom demak do'stlar, ushbu videoyimizda sizlar bilan qadam bosib, ya'niki yurib bo'lishadigan yangi O'zbekistonning loyihasi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, ekofaol fuqaro degani biz 10 000 qadam yurganimiz uchun bizga ballar beriladi. Undan tashqari boshqa ishlar orqali ham biz ballar yig'ishimiz mumkin va u ballarni biz pulga aylantirib, pullarimizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladigan yangi platforma ishga tushgan. Buni ko'pchilik eshitgan yoki bilgan bo'lishi ham mumkin. Shu sababli hozir bu platformamiz deyarli ishga tushdi. Shu paytgacha ishga tushmagan edi, ya'niki qandaydir kamchiliklari, xatoliklari bor edi. Bu dasturga kirmayotgan edi. Hozirda deyarli dasturiy ishlari oxiriga yetib qolgan. Shu sababdan hoziroq siz kirib bu platformada ishlashni boshlasangiz bo'ladi. Shunchaki Play Marketga kirasiz va eko deb yozsangiz, ko'rib turganingizdek ekofaol fuqaro birinchida kelib chiqmoqda. Poyeskga yozamiz. Xo'p, poyeskga yozgan paytimizda, demak, nima uchundir bu platformamiz chiqmadi? Balki uzmasdan yozishimiz kerakdir. Xo'p, yana bir marta ekofaol fuqaro ilovasi. Xo'p, negadir bu Play Marketda chiqmayapti. Shu sababli biz Play Marketdan emas, Google Chrome orqali izlab ko'ramiz. Demak, Google Chrome'ni ochamiz va ekofaol fuqaro deb yozadigan bo'lsak poyeskiga, demak, mana shu holatda chiqadi va ko'rib turganinglardek eng birinchi mana Play Marketda ko'rsatib o'tmoqda. Mana shu joyda "Установить" degan tugmani bosadigan bo'lsanglar, Play Marketdan o'zi ushbu ekofaol fuqaroni topadi va siz o'rnatib olasiz. Hozir men o'rnatib bo'lganman, shuning uchun hozir mana bizni asosiy ekranimizda ushbu dasturimiz turibdi. Shunchaki ushbu dasturning ustiga bosamiz va kirgan vaqtimizda bizdan One ID bilan ro'yxatdan o'tishni so'raydi. Demak, profilga kiramiz va tizimdan chiqishni bosamiz. Ko'rib turganinglardek, mana tizimga kirayotgan vaqtimizda ilovani ustiga bosganinglarda xuddi shunday boshlash degan yozuv chiqadi va siz boshlash degan tugmani bosadigan bo'lsangiz, mana shu holatda One ID orqali kirish degan bo'lim chiqadi. Mana shu bo'limni tanlaymiz tugmani va bu Google'dan One ID mana shu joyga o'tadi. Ko'pchilikda One ID bo'lishi kerak. Agar siz One ID dan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, shunchaki pastda ro'yxatdan o'tish degan tugmani bosib, birinchi navbatda One ID dan ro'yxatdan o'tib olasiz. Mana bu joyga galchkani qo'yasiz, foydalanuvchi kelishuv degan va ro'yxatdan o'tish degan tugmani bosamiz. Shundan so'ng biz JSHR, ya'niki o'zimizni pasportimiz orqasidagi yoki eski pasport bo'ladigan bo'lsa, pastdagi 14 talik raqamini kiritishimiz kerak bo'ladi. Pasport serial raqamimizni kiritamiz va telefon raqamingizni yozishingiz kerak. Telefon raqam o'zingizni pasportingizga olingan bo'lishi kerak. Boshqa birovning nomiga olingan telefon raqami o'tmaydi, ya'niki boshqani raqami bilan siz ro'yxatdan o'ta olmaysiz. Va SMS yuborish degan tugmani bossangiz, sizni telefon raqamingizga SMS kod yuboriladi va ushbu kodni yozadigan joy chiqadi. Mana bu joyda siz ushbu joyga kelgan kodni kiritasiz va ro'yxatdan o'tib olasiz. Ro'yxatdan o'tib bo'lgan bo'lsangiz, shunchaki yana qaytadan kirish degan joyda mana ushbu ekofaol fuqaroga login hamda parolimizni yozib hisobimizga kirib olamiz. Va biz ushbu platformaga kirib oldik. Ilovaga ko'rib turganinglardek ismimiz yuqorida, o'zimizning profilimiz va e'tibor beradigan joy mana bu joyda 0 ball. Ya'niki bizda hech qanaqangi ball mavjud emas. Endi biz ushbu ballarni qanday qilib yig'amiz? Hozir mana pastda vazifa degan joy bor, ikkinchi bo'lim. Ushbu joyga bosamiz. Ko'rib turganinglardek daraxt ekadigan bo'lsangiz, sizga 50 ball berilar ekan. Demak, biz boshlash degan tugmani bosamiz va biz nimalarni kiritishimiz kerak? Daraxt turi, misol uchun qanaqa daraxt? Aytaylik, mevali gilos ekdingiz va joylashuvi, ya'niki siz qayerga ekdingiz? Agar uyingizga ekkan bo'lsangiz, yozasiz viloyatingiz, tumaningiz, shahringiz yoki shu tarzda mahalla, ko'cha va uyingizni raqamini yozib qo'yasiz. Xullas, uy manzilingizni yozasiz. Shundan so'ng ekkan vaqtingizni sanasini yozasiz. Shundan so'ng qo'shimcha ma'lumot, ya'niki bu daraxt qanaqa holatda, hosil beryaptimi yoki yashnab turibdimi yoki xullas ma'lumot qo'shimcha ozroq izoh berib o'tasiz. Shundan so'ng asosiy joyi mana bu joyda ekishingizdan oldin yer qanaqa edi? Bo'm-bo'sh yer bo'lgan, rasmga olib qo'yasiz va ekkaningizdan keyin mana bu joyga rasmni tanlash degan tugmani bosadigan bo'lsangiz, galereyangiz ochiladi.
va ikkala holatda ham ko'chat ekmasdan oldin yerni o'zini rasmini olasiz va ko'chat ekkaningizdan so'ng ekilgan holatini rasmga olib, rasmni tanlash deb ushbu joyga joylashtirib qo'yasiz va pastda hisobot yuborish degan tugmani bosasiz. Buni admin degani ko'rib chiqadi. Menimcha kimdir ko'rib chiqsa kerak va sizga tasdiqlab, sizga 50 ball balansingizga qo'shiladi tasdiqlangandan so'ng. Undan tashqari chiqindini tozalash. Bu 30 ball berilar ekan. Chiqindi turini tanlang. Qanaqa chiqindi? Misol uchun aralash musor. Siz qayerda tozaladingiz? Yozasiz manzilni va qachon tozaladingiz. Shundan so'ng qo'shimcha ma'lumot. Necha kishi tozaladinglar? Qancha vaqtda tozaladinglar va qanaqa qilib tozaladinglar? Shuni yozasiz hamda birinchi navbatda musorni tozalashdan oldin rasmga olib olasiz va shu joyga yuklash uchun. Shundan so'ng tozalab bo'lgandan so'ng tozalangan holatini ham rasmga olib ikkinchi joyga joylash kerak bo'ladi va 30 ball olasiz. Pastda yuborishni bosasiz. Buni ham admin ko'rib chiqadi va tasdiqlagandan so'ng sizga 30 ball beriladi. Quyosh paneli kimdadir bo'lsa, buni ham hisobot qilib yuborishi mumkin. Uyni ta'mirlash, ya'niki energiya tejuvchi xo'jalik buyumlari, maishiy texnikalar bilan jihozlasangiz ham 80 balldan olar ekansiz. Elektromobilga o'tish 150 ball. Va asosiysi biz kuniga 10,000 qadam yuradigan bo'lsak, bizga 15 ball beriladi. Bu 15 ballimiz necha pul bo'lishi hozircha noma'lum. Nima uchunligini hozir video davomida aytib o'taman. Demak, ikkinchi asosiysi jamoat transporti, ya'niki ko'pchilik avtobusda qatnamoqda, hamma joyga o'qishga, ishga qatnaydi va demak, har bittasida siz avtobusda yuradigan bo'lsangiz 10 ballga ega bo'lar ekansiz. Kuzatish degan tugmani bosadigan bo'lsak, hozircha ma'lumot mavjud emas. Xo'p, lekin bu ham paydo bo'ladi va bundan ham siz osonroq ball yig'ishingiz mumkin bo'ladi. 10,000 qadamga nisbatan transportda osonroq bo'ladi. Bundan tashqari tadbirlar ham bo'lar ekan. Va endi biz natija degan bo'limda o'zimizni natijalarimizni ko'rishimiz mumkin. Ya'niki biz bajarganlarimiz ushbu joyda, mana bu joyda to'planadi hammasi hamda kutilmoqda, ya'niki sizni admin tasdiqlashini kutayotgan bo'lishingiz mumkin va rad etilganlari ham bo'lishi mumkin. Xo'p, ana endi subsidiya arizalari deb yozgan, ya'niki ariza berish degan tugmani bosadigan bo'lsangiz, siz qayergadir ekin ekmoqchi bo'lsangiz ariza yuborishingiz mumkin. Ya'niki subsidiya, mana asosiy bo'limga o'tib olamiz. Va mana bu joyda daraxt ekish subsidiya, mana shu joyga bosadigan bo'lsak, misol uchun xo'p, pastroq tushamiz. Ushbu joyda jarayonda ma'lumotini berib qo'ygan. Ya'niki siz ariza yuborasiz, admin tekshiradi, ekish tasdiqlangach 50% to'lov, ya'niki 50% to'lanar ekan, shundan so'ng monitoring o'tkazilar ekan va qolgan 50% yakuniy to'lov amalga oshirilar ekan. Ya'niki sizga daraxt ekish bo'yicha subsidiya berilar ekan, ya'niki to'lab berishar ekan ko'chatlarni narxini. Buning uchun sizga kerak bo'ladi, qayer bilan shartnoma qilgan bo'lsangiz, ya'niki ko'chat sotuvchi bilan shartnomangiz hamda video ekayotganligingiz hamda ekilgan joy oldingi surati. Bu kim uchundir kerak bo'lsa, shunday qilish mumkin ekan. Xo'p, ana endi asosiysi mana bu hamyon degan joy, bizni balansimiz. Mana shu joyda biz pullarni ishlashimiz mumkin bo'ladi. Mana bu joyda bizda ballarimiz yig'iladi. Qancha ball yig'sak, ushbu joyda yig'iladi va ushbu joyda almashtirish degan joy bor. Mana almashtirish degan ustiga bosadigan bo'lsak, texnik ishlar olib borilmoqda. Hali ushbu platformamiz 100% ishga tushgani yo'q, lekin hademay ishga tushadi, chunki anchagina ish bajarib bo'lindi va mana shu joylar ishga tushadigan bo'lsa, biz yig'gan ballarimizni pulga aylantirib olishimiz mumkin bo'ladi. Bir ballimiz necha so'm bo'lishi hozircha noma'lum. Agar bir ballimiz 100 so'm bo'ladigan taqdirda ham biz kuniga 25 ball ishlaydigan bo'lsak 2,5 ming so'm bo'lar ekan. Endi ehtimol 100 so'm bo'lmasligi mumkin, 500 so'm, balki agar 1000 so'm bo'ladigan bo'lsa juda ham ko'p pul ishlab olishingiz mumkin bo'ladi, lekin 1000 so'm bo'lish ehtimoli qiyin. Chunki hammaga ham kuniga 15 ming so'mdan berishi biroz murakkab, chunki 10 ming qadam yuradiganlar anchagina ko'p topiladi. Shu sababdan o'ylashimcha kuniga 5-6 ming pul ishlash mumkin bo'lsa kerak. Va biz pulni almashtirganimizdan so'ng mana yuqorida ikkita hamyonimiz bor. Birinchisi ball balansimiz, kartamiz va ikkinchisi eko hamyon. Ushbu joyda so'm yig'ilib turadi. Biz yuborish degan tugma orqali
o'zimizni kartamizga pullarni yuborib olishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun siz 50 ming so'm pul ishlagan bo'lsangiz, yuborish tugmasi orqali o'zingizni Humo yoki Uzcard kartangizga pullarni yuborishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, o'ylashimcha asosiy joylarni tushuntirib bera oldim. Qolgan joylari asosiy emas, eng asosiy joylari mana shu va video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta videoga bitta like bosib qo'ying va kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.